Mana endi qo'ylarni olib, qo'ylarni ham obzor qilib ko'ramiz endi. Qo'ylarni ham bir qiziqaylik qo'ylarga ham. Aka, uzra. Qo'y mana nima oldin shashilyapti. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Polvon ekan qo'ylar. Hop. Mana qo'ylar. Sotdingizmi aka? Mashina oling. O, ana. Polvon aka. Nech pul deyapsiz buni? Sotildimi? Ma'lumot uchun bilib qo'yaylik. 61,5 ga sotiladi mana shu qo'chqorcha. Ehson opaga oldi. Katta ehsonlarga ham yaraydi. Ular endi Optim sotildi shekilli mana shular. Ular sotildi shekilli. Optim sotildi shekilli, ha? Ha, yaxshi. Qanchadan ketdi aka? 38 dan. 38 dan mana shu qo'chqorchalar sotildi. Ama yeti boshlari zo'r ekan o'g'lim. Yeti boshlari cho'tki. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi, hoji aka? 59,5 ga 56,5. Mana shu qo'chqorlar. Nodirjon akam, assalomu alaykum. Ular ham sotildimi? Nima bo'ldi shu akajon? 86. Sen ikkovi, ha? 86. Ha, uni oldim. Bak, sekin bozorga kiraveramiz. Ichkariga kirib boraveramiz. Endi hali unamaganlar to'g'ri tushunasizlar. Hozir unamaganlarni. Assalomu alaykum. Bormanglar aka. Bular qanchadan aka? Bular qolding. Oldingizmi? Pulli bo'lsa. Baravar olib shekilli hammasini. Nech pul oldi shular? Qanchaga? 24 million. 24 million. 5ovmi yo 4ovmi? 5ov. 4ov ana 24 million bo'ldi. 24 million. Yana boqsa bo'lar ekan. Xo'p. Bayaqda endi gigantlari bor ekan. Bir kilodan 2 kilodan so'ramayapman. Prosta yengil sot. Endi shunga odam sizdan manda qilyapti. Iltimos qilyapti. Savdosi bo'lyapti tashda ham qo'ylar. Dilmurod Orziyevga. Ular sotmadingizmi aka? Sotmadingizmi? Sotdingizmi yo'q? Yo'q. Qanchaga kirdi mana shu? 5,5. 5,5. Tayyor ekan. Mana shularni 5,5 millionga sotilmoqda. Endi bozor har xilda. Cho'tki qo'chqorlar chiqibdi bugun. Cho'tki. Mana Hasan Husanlar. Ha. Bular sotildimi? Oshdan? Qaysi ikkovi sotildi? Uchovi. 5,5 dan. 5,5 dan mana sotildi. Sotilibdi. Salomat bo'ling, zo'r. Bizdagi sovuqqa ilmlar 3 xil bor. Zo'r nimalar, issiqda juda ketadi oshda. Hurmatli aziz yurtdoshlar, Ha. hurmatli aziz yurtdoshlar, O'zbekiston va atrofidagi mamlakat mo'min musulmonlari kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin. Alloh taolo yurtga, xonadonga va inson birodar aka-ukalarimiz mehnat qilayotgan ish maskanlariga Alloh taoloning ko'rinmaydigan g'aybiy barakasi yoqsin. Qo'shtepalar zamonimizning birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat oshdan. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz gapirib turavering. Salomat bo'ling. Rahmat oshdan. Qaysi kompaniya bu aka? Bu Dilmurod Orziyev aka. Chiqadi endi, omma ko'radi endi. Buni savdosi bo'lyapti ekan. Aka, assalomu alaykum. Qaysilarning xaridor bo'lishyapti? Unga xaridor bo'lishgan. Ha.
Qo'chqorlar ham endi hali 5,5 millionga yaxshi ehsonboblarni olaverar ekansizda. Endi obunachilar 5,5 millionga katta ehsonni o'tkazadigan. Mana qo'chqorlarni hisob olaverar ekan. Hop, endi egalarning iloji boricha ko'rsatmayapmiz. Salom. Siz chiqmaysiz. Hayvon. Yo'q, aka, o'shani hozir aytayotgandim. Bular qanchadan bo'ldi? 6 million boqaydi. 6 million, aytdimmi? 5,5 millionning atrofida ehsonbob qo'chqorlar. So, mashlar, shunaqa. Uncha qimmatroqlari ham bor. Endi ba'da dehqonlar. Savdo bo'layotganlardan ham bo'lib qolganda zo'r bo'lardi, ama. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'pti aka? Bilmam. Mana qo'chqorlar. Bozorda juda ko'p qo'chqor. Ular qanchadan deyapsiz endi? Aka, assalomu alaykum. Kattani 5 deyapti. 5 kami bor, bo'ychan ekan-a? 4,5dan. Bular 4,5dan, 5 kami bor. Sotuvda bu. Tak, shunaqa. Xo'p. Chiqoldim. Shishamni kuni ertalab telefon. Sotildimi ekan? Salom. Bular katta mashlar, qimmat qo'chqorlarmi? Aka, uzr, o'tirasiz. Uzun aka mana shu qo'chqor. Qo'y bozori obzoridamiz. Hafta kuniga bozor 25-may sanasi bilan kombinat bozorlandi. Savdoni ustida bo'lmayapman. Tektor. Qancha bo'lyapti aka bular? Bular har xil aka. Qilishdimi 1 real? Ikkoviga 11 beri, 11,5 berishdi. Ikkoviga 11,5 qo'chqorchalar. 100 kilolik bor-da. 100 kilo bor, katta ekan. 7 berishdi. Ha, bu qo'yib. Yaxshi aka. 11,5 bo'lsa 5 million 250 dan bo'ladi. Kim endi siz kompaniya nima degani? Bizniki aka Jasur Uzbasi. Shunaqa akalar mana. Tektor. Taxminan mana qo'ylarni ham bilib oldik. Bozor ham oxirlab qoldi. Ko'pchilik mana chiqib ketyapti. Ko'pchilik chiqib ketyapti. Savdoni ustida bo'lolmay qoldim-da. Ayyordan 500 bering. 500 mingga o'zlar bilib turibdi. Ha, to'g'ri. Hoppa. Savdo bo'lmayapti bu. Bor, o'rmo. Akalar, hozirmi ko'pincha obzorimizni ozroq olib qoldik qo'y haqida endi. Taxminan narx-navolarni bilib oldik mana. Shu 5,5 dan ketaverar ekan endi.
Undan ham arzonlari ham seropu. Aldaqa qilaverasizlar endi bir. Hammani o'zini puliga qarab, 5,5 ga normal zo'r qo'chqor olar ekansiz. 6-7 ga endi katta ehsonlar keldi. Qo'chqor bozoridan tugatyapmiz. Keyingi bozorlarda videoni kutinglar, xudo xolasa yana obzor qilib chiqaramiz. Qo'chqor. Mazmunlar so'loqlar. Boqaydigan so'loqlar ekan. Aka, mashnaqa aka, assalomu alaykum. Mashlar narxi necha pulda mash taxmini? Sog'liqlar bular. Ha, so'loqlar. Ahli yetmadimi? Qashqda egasi. Ha, bilib olganimizda bir. Ha, olib oladimi? Masalan, oborib boqsa ham bo'ladi, ulardan bola olsa ham bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Mashina qo'ylar necha puldan bo'lyapti hozir? Aka bilmadim, kim olganini bilmayman, yolg'on chiqmadi. Ha, bo'ldi. Siznikimi deb? Bo'ldi. O'tini qirqib olaveramiz endi nashetini. Tugatamiz. Bozorda oxirlatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Dilmurod Orziyev kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Laklar bosib qo'ysalar ham bo'ldi. Bizga motivatsiya, biz sizlardan bozorlarga, har xil bozorga chiqib, xudo xolasa obzorlar qilamiz. Kombinat bozoridamiz. Hafta kuniga bozor 25-may kuni. Mana eshikda edi, mana suvlar bo'ladi. O'zbekina suvlarni ichib savdoni qilaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr akalar. Mana mollarimiz uchun bir narx-navolar bilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Hormay aka. Siruslar ham bor ekan, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Alongalar aka. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Bilib qo'yaylik endi. Aka, senajlarimizni qoplab qo'yganmiz 20 kiloli 15 ming so'm. 15 ming. Naval holatga dastlabkasi bor 550 so'mdan katta 53 mashinada olib borib beramiz. 53. Yaxshi. Yemlarimiz 1800 so'mdan, sho'rxaligi ham, puxligi ham 1800 so'mdan, ha? Bo'ldi. 1800 so'mdan. Rahmat aka. Murojaat qilishaveradi. Xo'p, mana shu eshikda tayyorda turadi akam. Kimga zarur bo'lsa dastlabki nomer ham qo'yib qo'yaylik aka. Dilmurod 95lik. Ha. 190 040. 040. 110 040. Akamga aytsalaring, olib borib ham beraveradi. Telefon qilsalaring mana. Bo'pti aka. Mana bozorimiz yonida akalar pirojkalar pishirishyapti. Chiqib bemalol mana murojaat qilsalaring, mana joylar zo'r aka, joylar. Joylar cho'tki. Yonida bozor mana kiraverasizlar akalar. Rahmat, salomat o'ylar.